Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taologa iymon keltirish bayoni. Ilahul xalqi mavlana qodim va mavsufun bi awsofil kamal. Ma'no jihatidan tarjimasi. Barcha maxluqotlarning ilohi egamiz qadimdir va komil sifatlar bilan sifatlangandir. Nazmiy bayoni. Egamiz qadimdir, olam ilohi, benuqson komildir uning sifoti. Matn sharhi. Ahli sunna val jamoa e'tiqodiga ko'ra, Alloh taolo komil sifatlar bilan sifatlangan hamda bu sifatlar nuqsonlardan xolidir. Alloh taoloning sifatlari yo'qdan bor bo'ladigan va yana yo'q bo'lib ketadigan araz emasdir. Balki bu sifatlar azaliy, abadiy, Alloh taoloning zotida bor bo'lib turgan qadim sifatlardir. Bu sifatlar maxluqotlarning sifatlaridan hech biriga biror jihatdan ham o'xshamaydi. O'shi rahmatullohi alayh boshqa aqida kitoblari uslubiga rioya qilib, dastlab ilohiyot bobiga taalluqli masalalarni bayon qilishga kirishgan. Ilohiyot qismida o'rganiladigan masalalarning mag'zi mo'min bandaning Robbisiga nisbatan odoblarini o'rganish bo'ladi.